Assalamu alaykum hörmətli görürmənlər. Şərq Türkistan avazının gündəlik xəbərlər proqramısını görüşünüzlə qarşılayırıq. Xəbərlərimizi yaxtırıb görüşünüzlə ümid qılırıq. Tövəndə diqqətinizə xəbərlərimizin təfsili məzmunları olsun. Uyğur xalqının suyumlik rəhbəri Ahmedcan Qasimining rafiqasi Mustaqil Şərq Türkistan Cumhuriyetida eri bilan birga baxtlik Uyğur sifatida hayot kechirgan Mahinur Qasim 27 fevral kuni 92 yoshida vafot bo'ldi. Mahinur Qasim 1929 yılı 15 avgust günü İl vilayetining Qo'rg'as nahiyasida tug'ilgan. 1945 yılı 15 yanvar günü Ahmedcan Qasim bilan to'y qilgan va Ahmedcan Qasimning yenda katiblik xizmati bilan shug'ullangan. 1949 yılı 27 avgust günü Ahmedcan Qasim vafot bo'lgandan keyin umri qizi bilan o'g'lini tarbiyalash bilan o'tgan. 1951 yılı İl viloyatlik ayollar birlashmasining muavin mudiri. 1952 yılı G'o'ldi shahrining boshlig'i bo'lgan. 1953 yıldan başlap atalmış Şinjan Uyghur Abnum rayoni hökumət işxanasının muavin mudiri. Ayollar birleşməsinin muavin mudiri bo'lgan. 2003 yılı pensiyaga chiqqan. Allohdan rahmatlik Mahinur Qasim xonimning yotgan yerining jannatdan bo'lishini, gunohlarining mag'firat qilinishini tilaymiz. Erkin Asiya Radiosu'nun 26 fevral xabarida Amerika hökuməti Xitoyga qaytarib berilish ehtimolligi mavjud davlatlardagi Uyg'urlarni Amerikaning bu yil qabul qilingan musofirlar tizimiga kirgizgan. Amerika Tashqi ishlar ministrligining oshkorlashicha, prezidentning Amerika davlat majlisiga yo'llagan 2021 yillik xamchot yilidagi musofir qabul qilish planiga aloqador dokladida bu yil jiddiy o'rlashtirishga tegishli xavf ostidagi musofirlarning ichiga Uyg'urlar kirgizilgan. Mazkur plan yaqinda Amerika Davlat Majlisining Avom va Kengash palatalarining aloqador komitetlariga yo'llangan. Hukumatning Davlat Majlisiga yo'llagan mazkur planida Xitoyning zulmiy va qiyin qistoqlardan qochgan Uyg'ur va boshqa etnik diniy osonliklar izchil ko'payib, Amerikaga o'rlashtirish barg'ansir jiddiy masalaga aylandi deyilgan. Prezident Bayden bu oyning boshlarida Amerikaga musofir qabul qilishni ko'paytirish to'g'risidagi bir ma'muriy xamchot buyrug'iga imzo qo'yib, Amerikaga bu yil 65 ming musofir qabul qilishni, buning 2022 yili 125 mingga yetkazilishini talab qilgan edi. Amerika hukumatining planida qayd qilinishicha, Tashqi ishlar ministrligi musofirlar sonini ko'paytirish, ularni o'rlashtirish kapolatli qilishning eng unumli chorasi deb qarab, Xitoydan kelgan Uyg'ur va zulmga uchragan boshqa etnik diniy osonliklarga yordam qilishning barliq yo'llarini o'ylashmoqda ekan. Aramızdan chiqqan yosh ilm-fan xodimlarini rag'batlantirish va taqdirlash maqsadida Uyg'ur Akademiyasi tomonidan fan-texnik medal ta'sis qilingan bo'lib, o'tgan bir yil ichida fan-texnik sohasida natijasi ko'rinarli bo'lgan yosh tadqiqotchilar nishon qilingan. Yevropa Uyg'ur Akademiyasining inchik tekshirishi va baholashi orqali 2020 yilgacha fan-tadqiqot sohasida ko'rinarli natijalarni qo'lga keltirgan, nuqtaliq jurnallarda maqolasi e'lon qilingan yoki patent huquqiga erishgan hamda yoshi 40 dan oshib ketmagan Uyg'ur yosh fan-tadqiqotchilarimizdan Doktor Aysajan Abidin ve Doktor Ruqiya Matsidiq Uyg'ur Akademiyasi fan-texnik medaliga erishdi ve Uyg'ur Akademiyasi markaziy komiteti nomidan Doktor Aysajan Abidin ve Doktor Ruqiya Matsidiqni qizg'in tabriklash bilan birga akademiya tarafidan ma'naviy va moddiy mukofot berish qaror qilindi. Doktor Aysajan Abidin 37 yosh, tadqiqot mutaxassisi. 2015 yildan buyon Belgiya Leuven universitetining kompyuter bexatarligi va sanoat maxfiy shifr ilmi tadqiqot korpusida xizmat qilib kelmoqda. Doktor Aysajan Abidinning tadqiqot doirasi qo'llanishchan maxfiy shifrga oid bo'lib, to'rlashgan sohalar bexatarligi, kimlikni isbotlash, ko'p tarafli hisoblash degandek temalarga chetildi. Doktor Aysajan Abidin boshlang'ich va o'rta maktablarni o'z yurti Korlida o'qigan. Oliy maktabni atalmish Şinjan universitetining hisoblash matematika kasbida o'qib bitirib, 2006 yili bakalavrilik unvoniga erishgan. 2007 yili Shvetsiya Chalmers universitetining injenerlik matematika kasbining magistrantligini tamomlagan bo'lib, o'z kasbida davomli ilgarilab o'qib, tadqiqot bilan shug'ullanish uchun Shvetsiyadagi Linköping universitetining uchur kodlashtirish kasbining uchur bexatarlik yo'nalishini tanlab, bir qancha yil jafoliq izdanish va tirishchilik ko'rsatish natijasida 2013 yili doktorlik o'qishini g'alabalik tamomlab, xalqaro e'tirof qilinadigan doktorlardan biri bo'lib yetishib chiqqan. Aysajan Abidin Chalmers universitetida o'z kasbi bo'yicha 1 yil doktor ashliqda bilim oshirgan va xizmat qilgan. 2015 yili Doktor Aysajan Abidin Belgiya Leuven universitetining kompyuter bexatarligi va sanoat maxfiy shifr ilmi tadqiqot korpusi qabul qilinib, keyin tadqiqot mutaxassisligiga taklif qilingan. Doktor Aysajan Abidin xalqarodagi nopostliq jurnallarda o'z xizmatiga oid 30 parchadan ortiq ilmiy maqola e'lon qilgan bo'lib, buningdan sirt yana 3 tasdiqlangan patent va bir qancha baholanayotgan patentlarni kashf qilgan. O o'z tadqiqotidan boshqa yana magistr aspirantlarining 4 parcha maqolasiga yetakchilik qilgan va bir doktorlik dissertatsiyasiga baholovchi bo'lgan.
O magistrantlarning ilmiy maqolasiga yetakchilik qilishni davomlashtirish bilan birga doktorantlarni baholash komitetining a'zosi bo'lib kelmoqda. Aysajon Obidin hozir xizmat qilayotgan tadqiqot gruppasiga vakolatan yana Shvetsiya, Belgiya va Irlandiyadagi bir qancha shirkatlarning yumshoq detal mahsulotlarga vaqtliq maslahatchilik va Shvetsiyadagi bir shirkatning texnikalik mas'uli qatorliq qo'shimcha vazifalarni ijro qilib kelmoqda. Doktor Ruqiya Matsidiq 37 yosh. Ximiya kasbi tadqiqotchisi. Germaniya Chemnitz Texnik Universiteti Polimer ximiyasi institutining tadqiqotchisi bo'lib, Xotin Kiriya noyisining Shanba bozor kentida o'qituvchi oilasi tug'ilgan. Boshlang'ich va o'rta maktabni o'z yurti Kiriyada bitirgandan keyin 2002-yili atalmish Shinjong Universiteti Ximiya va ximiya sanoat institutining qo'llanishchan ximiya kasbi qabul qilinib, 2007-yili a'lo natija bilan o'qish bitirib, bakalavrlik unvoniga erishgan. Shu yili o'z institutida imtihonsiz magistr aspirantligida o'qish salohiyatiga erishib, 2010-yili ximiya va ximiya sanoati kasbida magistrantlik unvoniga erishgan. 2010-yildan 2012-yilgacha atalmish Shinjong Tibbiy universiteti molekula biologiyasi va yerlik kasalliklar tajribaxonasida yordamchi tadqiqotchi bo'lib xizmat qilgan. Doktor Ruqiya Matsidiq o'z kasbida texnik zo'r natijalarga erishish uchun 2012-yili 9-oyda Xitoy Zhejiang universiteti ximiyalik va biologiyalik qurilish institutining doktor aspirantligida o'qigan. Biroq o'zining chet elda o'qishdan iborat kuchli orzusi bo'yicha Zhejiangdagi o'qishini to'xtatib, 2013-yil 10-oyda Germaniya yumshoq material ilmiy programmasining to'liq o'qish mukofoti bilan Freiburg universiteti makromolekula ximiya institutida doktor aspirantlik o'qishi qabul qilinib, doktorlik o'qish jarayonidagi ijtihodiy va qo'lga keltirgan ilmiy natijalari kasbdoshlari va doktor yetakchisining kuchli e'tirof qilishiga erishgan. Bu jarayonda Ruqiya Matsidiq Amerika ximiya jamiyati jurnali, Organik ximiya jurnali, Material ximiyasi qatorliq xalqaro yuqori nufuzga ega ilmiy jurnallarda 6 parcha va hamkorlashib yozgan 5 parcha tadqiqot maqolasini e'lon qilgan. Doktor Ruqiya Matsidiq doktorantlik unvonini g'alabalik tamomlab, 2018 va 2019-yilgacha Yaponiya davlatlik fan tadqiqot instituti fan tadqiqot markazida doktor ashti tadqiqotchi bo'lib xizmat qilgan va tadqiqot bilan shug'ullangan. Bu tadqiqot o'rnida xizmat qilayotgan mezgilda u mazkur tadqiqot o'rnining alohida doktor ashti tadqiqotchilar uchun ta'sis qilingan tadqiqot fondiga erishgan. Doktor Ruqiya Matsidiq 2019-yil 11-oyda Amerika Washington universitetiga yo'tkilib, Kristin professorning tadqiqot korpusida doktor ashti tadqiqotchi bo'lib xizmat qilgan. 2020-yil 8-oyda Germaniyaga qaytib, davomli tadqiqot bilan shug'ullanmoqda. Qozog'iston chet elliklarning dehqonchilik yerlarini setib olishi va ijaraga olishini chekladi. Qozog'iston prezidenti Qosim-Jo'mart To'qayev buningdan 5 yil ilgari Qozog'istonda keng ko'lamli norozilik namoyishlarini paydo qilgan dehqonchilik yerlarini chet ellik mablag' sog'uvchilarga etish qarorining rasmiy amaldan qoldirilganligini e'lon qilib, mamlakatlik ijtimoiy ishonch kengashida so'z qilib, yer mulk masalasining xalqi uchun azaldan muhim bo'lib kelganligini, davlatning ul teshi va muqaddas simvoli hisoblanganligi, dehqonchilik yerlarining chet elliklarga setilishi va ijaraga berilishining cheklanish to'g'risida qaror chiqarganligini, bu qarorning chet el beyi bo'lgan kishilarning o'z ichiga olganligini bildirgan. Qozog'iston terilgan yerlarning ko'pinchisi yemaklik ziroatlarini terishga ishlatilib, chorvachilikda o'tloq qo'y beqish va ot beqish asos qilingan. Buningdan 5 yil ilgari O'rta Osiyoning 19 million nüfusga bo'lgan Qozog'istonda chiqarilgan chet ellik mablag' sog'uvchilarga dehqonchilik yerlarini etish qarori, xususan Xitoylarning barliq mo'l teriqchilik yerlarini va yayloqlarni egallab olganligi ilgari surilib, keng ko'lamli namoyishlarning o'tirg'i chiqishiga sabab bo'lgan edi. Namoyishlardan keyin munosabatli tarmoqlar 2016-yil qaror ma'qullab, Qozog'istondagi dehqonchilik yerlarini chet elliklarga ijara berish qarorini vaqtincha to'xtatib qo'ygan. Xabarlarimizni ko'rganlarga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.